Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, hurmatli ustozlar va qadrli talaba yoshlar. Bugun universitetimiz iqtidorli talabalaridan biri Respublika huquq bilimdonlari ko'rik tanlovi 2-o'rin sohibasi, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti yurisprudensiya ta'lim yo'nalishi talabasi Bibijon Sayibbayeva bilan suhbat o'tkazamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bibijon, umuman olganda bu ko'rik tanlovda qatnashish istagi sizda qanday paydo bo'ldi? Avvalo men bu bellashuv haqida shu universitetimizning e'lonlar kanalidan xabar topdim va boshda ikkilandim men bunda qatnashishdan, chunki mendan ham katta kurslar bo'lishi mumkin edi. Ularda bilamiz, tajriba, bilim mendan ko'proq bo'lishi mumkin degan menda fikr bor edi. Lekin men ham shu yo'nalishda o'qiganimdan keyin o'zim yo'nalishimga doir bellashuvda qatnashib ko'rishni nega o'zimni sinab ko'rmayin degan savol o'zimga bergan holda shu o'zimni bot orqali test ishlash orqali sinab ko'rdim. Juda ajoyib. Bu ko'rik tanlov qanday bosqichlarda, qay tartibda amalga oshdi? Shular bo'yicha qisqacha ma'lumot bersangiz. Bu bellashuv 3 bosqichda amalga oshirildi. Undan tashqari taqdirlash marosimi ham alohida bo'lib o'tdi. Bu bosqichlarga keladigan bo'lsak, shu birinchi bosqichi erkin tarzda bot orqali test ishlashdan iborat edi. Undan so'ng o'sha test natijalariga ko'ra 10 talikka kirgan talabalar o'rtasida universitetda tashkil qilindi ikkinchi bosqichi va undan birinchi o'rinni qo'lga kiritgan talaba respublikaga yo'l olishi kerak edi. Va respublika bosqichida ham bu ikkita bosqichda amalga oshirildi. Birinchisi test ishlashdan iborat bo'lsa, ikkinchisi yozma, ya'ni insho yozish kerak edi. Bundan tashqari taqdirlash marosimi ham juda ham yuqori saviyada tashkillashtirildi. Umuman olganda hayotimizdagi har bir ko'rik tanlov, musobaqa biz uchun bir tajriba bo'ladi. Siz bu musobaqalardan nimani oldingiz, qanday hissiyotlarni boshdan kechirdingiz? Shular haqida o'rtoqlashsangiz. Albatta, men shu universitetda tashkillashtirilgan bosqichida juda ham hayajonlandim, chunki u yerda mendan katta bosqich talabalari ham bor edi va o'yladim, men respublikaga yo'l ola olamanmikan yoki yo'qmi. Shu kun men hayotimda juda ham unutilmas, hayajonli bo'lib iz qoldirdi. Chunki g'olib bo'lganimni e'lon qilishganida mendan baxtli inson yo'q edi va to'g'risi qo'llarim ham qaltirab turgan edi, hayajonim kuchli bo'lganidan va bu tugagan zahoti uyimdagilarga telefon qildim, har doimgidek. Ularga ham aytdim, albatta ular ham xuddi mendagi hayajonni o'zlaridan boshidan kechirishdi. Shuningdek, respublikada ham natijamni bilganimda bundan ham kuchli hayajon, taassurotlarga ega bo'ldim. Albatta, shuningdek, men bu bellashuv orqali o'zimni hayotimda yana saboqlarga ega bo'ldim. Ya'ni o'zimga har doim ishongan holda dadil harakat qilishni va shu yutuqlarga, natijalarga har doim intilib, harakatda bo'lish kerak ekanligini angladim. Avvalo, meni bu yutug'imga erishishimda ota-onamning hissasi katta deb hisoblayman. Bundan tashqari shu huquq kafedrasi o'qituvchilarining va bu yoshlarga shu imkoniyatlarni berib turgan va shu bellashuvni tashkillashtirishda yordam bergan universitetimizga, bundan tashqari ya'ni shu talaba va o'quvchilarni ijtimoiy faolligini oshirish markaziga, shuningdek Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligiga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Albatta, bunaqangi bellashuvlar, tanlovlar biz yoshlarni shu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishimizga, bilimlar egallashimizga va muvaffaqiyatga erishishimizda bizga juda ham yordam bo'ladi. Ajoyib suhbat, fikr va mulohazalaringiz uchun katta rahmat. Kelgusidagi o'qish va ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Rahmat, ketdik. Aziz kuzatuvchilar, bugungi suhbatimiz universitetimiz iqtidorli talabalaridan biri Respublika huquq bilimdonlari ko'rik tanlovi 2-o'rin sohibasi Bibijon Sayibbayeva bilan bo'lib o'tdi. Azizlar, bundan keyingi suhbatlarimiz ham iqtidorli talabalarimiz bilan davom etadi.